Okeylar, bochkadan shunaqa zo'r lokatsiyadan men sizlarga zo'r dacha topib qo'ydim. Asosiysi birinchi liniyada ko'ryapsizlar, yon atrofida shunday magazinlar bor. Bemalol mana tashqari tarafda ham mashinadan, parkovkadan umuman muammo yo'q. Ikkita yonma-yon, ikkalasi 8 sotudan dachamizning nomi ko'rib turganingizdek Golden Hills. Mana bunisini ham hozirlarga ichkarisini shunday hovli qismini ko'rsatib beramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu hovlimizning qismi mana shunaqa. Hozir narigsan bu yerda batutlari bor. Planirovkasi bir xil bo'lyapti. Ana endi sizlar bilan bu yoq tarafini ham ko'rib chiqamiz. Mana Golden Hills va bu yoqdan boshlab sizlarga to'liq obzorni ko'rsatib beramiz. Qani bismillah. Bu bizi oldi tarafi. Oldi tarafi ko'ryapsizlar. Ana endi sizlar bilan uyimizni to'liq obzorni qilamiz. Orqa tarafda hamma udobstva orqa tarafda qilingan. Tayyor bo'lsanglar, bitta yurakchani qizartirib, qani ketdik. Uyimizning ichini ko'rib chiqamiz. Bu kirib kelishga o'zingizlar bitta yurakchani qizartirib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Qaranglar, kirishimiz bilan mana shunaqa keng oshxona, hol совместный, ya'ni studiy formatda qilingan. Juda ham katta joy. Birinchi etajimizning o'zida naq 4 ta yotoqxona bor. Kelinglar, birinchi bo'lib mana shu yotoqxonadan boshlaymiz. Ko'ryapsizlar, polностью panorama oynalar, televizorlarga joy tashab ketilgan, barcha qulayliklar qilingan. Ana endi bu yoqdan holdan boshlab ko'rsatib beraman. Hamma sharoitlar qilingan, maksimum oila davrasida deysizlar, do'stlar davrasida deysizlar, bir joyda yig'ilib, mazza qilib o'tiradigan mana bu joy qarang. Mehki zona, просто bomba. Nechta odam ketadi mana mana shu yerda o'zingizlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p. Hozir orqa tarafiga ham o'tamiz. Birinchi sizlarga uyimizning planirovkasini joylashgan, xonalar joylashgan joyini ko'rsatib beraman. Bu yoqda ham xuddi shunaqa yotoqxona va birinchi etajimizda uchun ajratilgan umumiy sanuzel. Shuni yonida yana bitta yotoqxona ko'ryapsizlar. Bu уже katta двухместный kravat bo'lyapti. Va birinchi etajimizning oxirgi yotoqxonasi shu yerda bo'lyapti. Bu yerda ham xuddi shunaqa sharoitlar qilingan. Sezayotgan bo'lsanglar, xonalar bemalol kattaligiga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Ayniqsa menga bitta narsasi yoqdi, bu uyimizning oshxonasi. Ya'ni ayollarimiz ko'proq vaqt o'tkazadigan oshxona juda ham keng va barcha udobstvalar qilib qo'yilgan. Ana endi sizlar bilan ikkinchi etajimizga yo'l olamiz. Qani ketdik. Zinaning yonida ham chiroqlari bor. Bu degani asosiy yorug'likdan foydalanmaysizlar, ya'ni zinaning o'zi sizlarni yo'linglarni yoritib beradi. Ikkinchi etajga chiqishimiz bilan bizani mana shunaqa keng, mehki zonali hol kutadi. Mana shu panorama oynada mana shu manzaraga o'zingizlar bitta baho bering. Oka qarang, shundoq pardangizni ochsangiz, mana shunaqa tog'lar ko'rinib tursa, odamni bag'ridili o'ynaydi, yonadi-yu, mazza qiladi. Shaxsan men bu joyni ko'rib mazza qilyapman. Mehki zonani ko'rasizlar. Bu yerda bilyardchi namandalar uchun barcha qulayliklar qilib qo'yilgan. Qaranglar, hozir sizlarni mana shu eshikning ortida nima deb o'ylaysizlar? Nima borligini o'zingizlar ko'rasizlar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, bu xonaga faqatgina kayfiyatni ko'tarib kirish kerak. Qani ketdi. Mana bunaqasiga qaranglar, bu uyimizning shaxsiy o'zini karaoke xonasi. Ya'ni bu yerda o'rtaga turib Muhriddin Xoliqov ashulasini aytasizmi? Xullas, kimni ashulasini aytsangiz ham bu yerda atmosfera ko'taradi. Chiroqlarni qaranglar, juda ham zo'r taxlangan. Ayniqsa mana bu kartinkalar, mehki zonalar, ishdan charchab kelib, mana shu yerda ham mazza qilib o'tiradigan joy bo'libdi. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Nariga dachamizga keladigan bo'lsak, xuddi shu joyda kinozal joylashgan. Mana kinozalni ham ko'rib turibsizlar. Xuddi shunaqa planirovkada narigi dachamiz ham. Ana endi sizlar bilan birgalashib bu dachamizning hovlisiga yo'l olamiz. Qani ketdik bo'lmasam. Mana qaranglar, hovli bo'lsa mana shunaqa bo'lsin-da, 8 sotu yer maydoniga mana shunaqa go'zallik tushirib qo'yishgan. Shaxsan menga vodopodni ovozi juda ham yoqdi, odamni tinchlantiryapti. Mana mana shu yerda ko'rayotganingiz haqiqiy tosh ishlatilgan, ko'ryapsizlar. Agar sizlarga mramor, onyx toshlar, granitlar kerak bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga faqatgina imperial granitni tavsiya qilaman. Juda ham ko'p assortimentga ega. Uyimizni ko'ryapsizlar. Hovlisini prosta yoritib tashlashga, mana patsientliklarni qaranglar. Har bitta joyga detalli mehr berishgan. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Mana buni qarang. Mana bu yoqda yozda o'tiradigan zo'r joy bo'lgan. Menga prosta yoqdi. Basseynni ko'ryapsizlar, kattaligini. Bu bizda zimniy basseyn ma'murdan tushadigan attraksionlargacha qilib qo'yilgan. Qaranglar, mehrni mana shunaqa berish kerak. Va bu yoqda bizda hop
zimniy basseynimiz, ko'ryapsizlar, bu yerda ham hamma sharoitlar qilingan, jakuzilar qilingan, finskiy sauna. Xo'p, bu yerga keladigan bo'lsak, turetskiy hammomlargacha hamma sharoitlar qilingan va bu yerdan to'g'ridan-to'g'ri uyimizga, ya'ni hol qismimizga chiqib ketadigan bu yerda dush kabina. Ana endi kelinglar, bu dachamizni sizlarga to'liqroq qilib ko'rsatib beraman. Ya'ni bu yer taraflarda ham joylarini ko'rasizlar o'zingizlar. 8 sut u. Bu yerda mana bu tarafni ko'rasizlar, bu yerdan yana narigisiga chiqib ketsa ham bo'ladi. Ya'ni o'rtada eshik qoldirilgan. Bu yozgi oshxonamiz, yozgi oshxonamizda ham mana shunaqa oila davrasida o'tirish uchun kattagina mягкий zonalar qilingan. Qozon o'choq, barbekyu, xullas do'stlar davrasida, oila davrasida mazza qilib, qozon kabob, oshlarni damlab, mazza qilib o'tiradigan joy qilib qo'yishgan. Kengligi menga juda ham yoqdi. Ayniqsa mana Mamutdek besetkani o'zingizlar bitta baho beringlar. Bu yerda sanuzel hovli uchun ajratilgan va bu yerda orqa tarafga chiqib ketadigan eshik ham qoldirilgan. Mana mana qaranglar. Ayniqsa ham dekoratsiya bilan prosta okalarimiz yorib tashashgan. Buni tepasida terrasani ko'ringlar. Terrasamizni ko'rasizlar, xuddi shunaqa sharoitlar qilib qo'ygan. Ayniqsa mana manzarani qaranglar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Niyat qilganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Ana endi shu dachamizdan yonidagisi ham xuddi shunaqa planirovka. Buni ham ko'rib turibsizlar. Faqatgina aytib o'tganimdek, bu uyimizni ikkinchi etajda bu yoqda karaoke zona bo'lsa, bu yoqda esa kinozal bo'lyapti. Agar sizlarga mana shu uyimizni yoqqan bo'lsa, niyat qilib bitta like bosinglar, har qatdan puliga arziydigan Chorvoqdagi nomeradagi dacha bo'lgan. Inshaalloh hammamizga yuqsin deb bitta like bosib, Chorvoqdan mana shunaqa puliga arziydigan dacha qidirayotgan do'stlarga bu videoni bitta like bosib tezda yuborib qo'ying.